Assalomu alaykum. Bugun 5-aprel 2025-yil. Bu kalendardagi oddiy sana emas. Bu Probox hayotidagi burilish nuqtasi. Biz 1 yildan ortiq vaqt davomida jamoamiz bilan katta o'zgarishlar ustida ish olib bordik. Endi esa shu daqiqalardan siz bilan bu o'zgarishlarni bo'lishmoqchimiz. Bu faqat tashqi ko'rinish emas. Bu qarashlarimiz, maqsadlarimiz, qadriyatlarimiz va butun brendimizning yangilanishi. Bu retaildagi yangi davr. Endi bu faqat yaxshi narx haqida emas, balki samimiy munosabat haqida. Faqat savdo emas, sadoqat haqida. Faqat mahsulot emas, siz eslab qoladigan ilhomlantiruvchi tajriba haqida. Probox endi shunchaki brend emas. Bu bizning yangi qarashimiz. Men Zafarjon Orifjonov sizni Proboxning Shift tadbiriga taklif qilaman. Bugun biz faqat yangi logo haqida emas, balki butun yo'nalishimiz haqida gaplashamiz. Probox o'zgaryapti. Ammo bu faqat tashqi ko'rinishdagi o'zgarish emas. Bu bizning yondashuvimiz, xizmatimiz va mijozlarga bo'lgan munosabatimizdagi o'zgarish. Probox endi oddiy savdo nuqtasi emas. Bu mijozlarni eshitadigan, texnologiyani tushuntiradigan va Apple ekotizimini yaqin qiladigan joy. Biz retail sohasidagi yangi standartni yaratmoqchimiz. Buning uchun o'zimizning maxsus Probox savdo metodimizni ishlab chiqdik. Endi har bir do'konimizda shu asosida sizlarga xizmat ko'rsatamiz. Biz Apple mahsulotlarini sotishdan tashqari, bu mahsulotlarni chuqur tushunadigan ekspert darajasiga chiqyapmiz. Endi siz do'konimizga kelsangiz, sizga faqat sotuv emas, balki sifatli va tushunarli mahsulotlar ham beramiz. Va endi biz faqat Apple mahsulotlarini bilan emas, undan ham ko'proq xizmatlar va imkoniyatlarni taqdim qilmoqchimiz. Ularning barchasi haqida tadbir davomida batafsil aytib beramiz. Nima uchun biz o'zgarishga qaror qildik? Nega aynan vizual o'zgarishlar muhim deb bildik? Va umuman Probox rebrandingi nimani anglatadi? Endi Probox rebrandingi haqida to'liq gaplashamiz. Bu haqida sizga ma'no brending asoschisi Temur batafsil tushuntirib beradi. Temur, so'z sizga. Ассаламу алейкум. Сегодня мы стоим перед вами не просто с обновлением, а с глубокой трансформацией. Probox переживает момент масштабного переосмысления. Мы эволюционируем, чтобы соответствовать ожиданиям современных потребителей, пользователей продуктов Apple и не только. Что же подтолкнуло нас к этой трансформации? Какие вызовы стояли перед Probox и почему именно сейчас настал момент для перемен? Давайте начнем с самого начала. За последние годы рынок Узбекистана и ожидания клиентов сильно изменились. Мы провели детальный анализ и выявили несколько ключевых проблем. В первую очередь, это формальность и отстраненность реселлеров. Официальные реселлеры Apple в нашей стране часто воспринимаются как холодные, зачастую дорогие точки продаж. Клиентам не хватает эмоционального контакта, индивидуального подхода и комьюнити-ориентированного сервиса. Вторая проблема – это слабая вовлеченность пользователей. Большая часть клиентов видела Probox просто как место покупки техники, а не как пространство для обучения, общения и обмена опытом. Нам нужно было изменить этот подход и превратить магазины в центры активности. Недостаток экспертности и глубокой связи с аудиторией. Люди хотят не просто покупать технику Apple, они хотят понимать ее потенциал, получать советы и нужную информацию, участвовать в мастер-классах. Probox должен стать не просто ритейлером, а доверенным экспертом. Отсутствие четкой дифференциации на рынке. В условиях очень высокой конкуренции важно было создать сильную эмоциональную связь с клиентами. Нам нужно было стать ближе, доступнее, полезнее для каждого пользователя Apple. Что же изменилось в новом Probox? Новая философия и ценности бренда. Теперь Probox – это больше, чем просто место, где можно купить технику Apple. Мы строим экосистему, в которой пользователи не просто приобретают устройство, а становятся частью вдохновляющего сообщества, где знания и идеи делают технологии ближе. Мы верим, что каждая покупка – это не просто сделка,
а начало нового опыта, полного возможностей и открытий. Центральной частью новой философии ProBox является сообщество. Мы хотим, чтобы наши магазины стали местами встреч, обмена опытом, обсуждения новых идей и создания уникальных проектов. Каждый клиент получает не просто продукт, а доступ к сообществу Apple-энтузиастов, где можно учиться, вдохновляться и расти. Экспертность – это второй краеугольный камень нашей обновленной концепции. Мы больше не просто продавцы техники, мы проводники в мир Apple, готовые помочь каждому раскрыть полный потенциал его устройств. Наши сотрудники проходят углубленное обучение, обладают уникальной экспертизой. Все это для того, чтобы делать взаимодействие с техникой максимально простым и эффективным. Мы ставим перед собой задачу быть не просто торговыми представителями, а настоящими наставниками в технологическом мире. И, наконец, индивидуальный подход. Мы понимаем, что каждый клиент уникален, и потому предлагаем персонализированные решения, учитывая его потребности, привычки и цели. Мы стремимся создать сервис, в котором каждый почувствует себя особенным, а процесс выбора покупки и последующего использования станет удобным и приятным. Обновленный ProBox – это место, где технологии встречаются с экспертностью, а экспертность дополняется заботой и вниманием. Это пространство, в котором техника Apple становится не просто инструментом, а частью образа жизни, открывая новые горизонты для работы, творчества и общения. А теперь давайте поговорим о конкретных, масштабных изменениях, которые формируют новую платформу бренда. В первую очередь это редизайн магазинов. Мы полностью пересмотрели внешний вид и функциональность наших магазинов. Теперь это не просто точки продаж, а центры взаимодействия, вдохновения и обучения. Пространство стало более дружелюбным, появились удобные зоны для тестирования продуктов, живого общения и профессиональных консультаций. Также мы запускаем образовательные программы. Мы организуем регулярные лекции, воркшопы, тренинги по всем аспектам использования техники Apple. От базовых функций до профессиональных инструментов для бизнеса и творчества. Мы расширяем ассортимент сервисов. ProBox предлагает не только продажу техники, но и кастомизированные услуги. Настройка устройств, сервисный центр, индивидуальные рекомендации, брендированные аксессуары и эксклюзивные предложения. Поддержка малого и среднего бизнеса. Мы разработали специальные программы для предпринимателей, которые позволят легко интегрировать Apple продукты в бизнес-процессы, что в свою очередь повысит эффективность и удобство работы. Мы стремимся к глубокой персонализации. Для этого внедряем новые системы аналитики и CRM. Они позволят учитывать предпочтения каждого клиента, предлагать персонализированные решения, скидки и акции. Также мы фокусируемся на сообществе. ProBox теперь активно работает над созданием комьюнити среди пользователей Apple. Мы планируем организовывать встречи, круглые столы, тематические мероприятия для того, чтобы объединять людей, формировать экосистемы единомышленников. Усовершенствованная клиентская поддержка. Мы усилили систему поддержки. Круглосуточная онлайн-помощь, оперативные консультации по любым вопросам, а также индивидуальные рекомендации для каждого клиента. Ребрендинг ProBox – это не просто новое название или логотип. Это переосмысление роли ритейлера Apple в жизни клиентов. Мы создаем экосистему, в которой каждый найдет не только технику, но и поддержку, знания и сообщество единомышленников. Сегодня мы делаем большой шаг вперед. Добро пожаловать в новый ProBox – пространство, где технологии соединяют людей и открывают перед ними новые возможности. ProBox transformatsiyasining eng ko'zga ko'ringan o'zgarishlardan biri brendning vizual yangilanishi. Yangi ProBox nafaqat yangi strategiya va yondashuv, balki butunlay yangi dizayn tizimiga ega bo'ldi. Biz zamonaviylik, innovatsiya va mijozga yaqinlik ruhini aks ettirish uchun o'z vizualimizni butunlay qayta ko'rib chiqdik. Yangi logotip, brend ranglari, vizual til va do'kon dizayni xaridni ilhomga aylantiradigan muhit yaratadi. Yangi vizual dizaynni barcha detallarini ochib berish uchun Alyonaga so'z beramiz.
В рамках ребрендинга мы переосмыслили каждый элемент идентики, чтобы создать современный, стильный и интуитивно понятный бренд, который отражает нашу новую стратегию и ценности. Мы начали с главного – логотипа. Он стал лаконичнее, динамичнее и более технологичным. Новый логотип символизирует не просто компанию, а сообщество. Его основа – стилизованный куб, который в перспективе также напоминает двух людей, держащихся за руки. Этот символ отражает ключевую идею ProBox – единство, поддержку и вовлеченность пользователей в экосистему Apple. Следующий важный элемент – цветовая палитра. Мы выбрали 5 основных фирменных цветов, каждый из которых соответствует ключевому направлению бренда. Эти цвета вызывают ощущение доверия, комфорта и инноваций. В сочетании с дополнительными оттенками они создают динамичную и запоминающуюся визуальную идентику. Цветовая схема была разработана с учетом цифрового и печатного форматов, обеспечивая универсальность применения. Обновленный шрифтовой стиль передает современность и технологичность. Мы выбрали Geologica – современный гуманистический шрифт без засечек, который отличается четкостью, высокой читабельностью и сбалансированными пропорциями. Его использование придает коммуникациям ProBox профессиональный и премиальный характер, сохраняя при этом удобство восприятия во всех форматах. Фирменные графические элементы стали важной частью обновленного стиля. Мы разработали уникальные паттерны, интеграторы, фоновые фигуры и иконки, которые придают дизайну целостность. Паттерн, основанный на логотипе, символизирует идею сообщества и может использоваться в различных носителях, от упаковки до рекламных материалов. Интеграторы добавляют динамику и визуальный ритм, создавая живое и современное восприятие бренда. Концепция оформления магазинов также претерпела значительные изменения. Мы внедрили принципы минимализма, удобства и интерактивности. Теперь каждый магазин ProBox – это не просто точка продаж, а пространство, где клиенты могут тестировать устройства, участвовать в образовательных мероприятиях, получать персонализированные консультации и становиться частью активного комьюнити. Пространство магазинов теперь построено на удобных зонах взаимодействия с выделенными местами для работы, отдыха и общения. Дополнительно мы пересмотрели формат рекламных и цифровых материалов. Мы создали новую визуальную коммуникацию, которая сочетает в себе чистый дизайн, эмоциональную подачу и удобство восприятия информации. Важно, чтобы каждый контакт с брендом ProBox, будь то в магазине, на сайте или в социальных сетях, вызывал ощущение технологичности, простоты и вдохновения. Как вы могли понять, обновленный ProBox – это не просто новый логотип и цветовая палитра, это совершенно иной подход к взаимодействию с клиентами. Создание вовлекающего контента, построение лояльного сообщества и формирование уникального голоса бренда. Мы стремимся не просто продавать устройства Apple, а выстраивать долгосрочные отношения, основанные на доверии, экспертности и близости к каждому пользователю. Ko'rganingizdek yangilangan ProBox shunchaki yangi logotip va ranglar palitrasi emas. Bu mijozlar bilan muloqot qilish, qiziq va o'ziga jalb qiluvchi kontent yaratish, sodiq community qurish va unikal brendni shakllantirishga mutlaqo boshqacha yondashuv. Biz nafaqat Apple qurilmalarini sotishni, balki ishonch, tajriba va har bir foydalanuvchi bilan uzoq muddatli munosabatlarni o'rnatishni maqsad qilganmiz. Mijozlar bilan qanday aloqa o'rnatamiz? Reklama uchun qanday kanallar va vositalar tanlangan? Yangi strategiyaning asosini qanday kontent tashkil etadi? Rasul, so'z sizga. ProBox bu shunchaki yangilangan brend emas, balki mijozlar bilan muloqot qilishda mutlaqo yangi yondashuv. Biz shunchaki Apple qurilmalarini sotmaymiz. Biz har bir foydalanuvchi o'zini kattaroq narsaning bir qismi kabi his qiladigan jamiyatni yaratmoqdamiz. Bizning yangi aloqa strategiyamiz mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlash, kompaniyaning unikal yuzini shakllantirish va brend bilan o'zaro aloqada unutilmas tajriba yaratishga qaratilgan. Kim uchun? ProBox auditoriyasi juda keng, ammo Apple texnologiyasiga bo'lgan muhabbat barchani birlashtiradi. Mijozlarimiz orasida qulaylik, dizayn va sifatni qadrlaydigan Apple ekotizimining sodiq muxlislari bor. Qurilmalarning kuchi va ishonchliligi muhim bo'lgan ijodkorlar, dizaynerlar, fotosuratchilar, musiqachilar, video montajchilar mavjud. Biznes mutaxassislari barqarorlik va ish samaradorligi uchun Apple'ni tanlaydilar.
Talabalar va o'qituvchilar esa bizning mahsulotlarimizda o'rganish va o'zini rivojlantirish uchun vositalarni topadilar. Bundan tashqari bizning mijozlarimiz orasida texnologiya ixlosmandlari, o'yin o'ynash uchun iPhone va iPaddan foydalanadigan gamerlar, shuningdek Apple Watch va boshqa qurilmalar bilan sog'liqni kuzatadigan va faol hayot tarzi olib boradigan odamlar bor. Qanday muloqot qilamiz? Bizning aloqamiz Proboxni har bir foydalanuvchiga tushunarli va yaqin qiladigan prinsiplarga asoslanadi. Biz ekspertlar tilida gaplashamiz, ammo murakkab narsalarni oddiy tarzda tushuntirishga harakat qilamiz. Biz personallashtirish tarafdorimiz. Shunda har bir mijoz, brend uning ehtiyojlarini tushunayotganini his qiladi. Qayerda aloqa qilamiz? Biz mijozlarimiz mavjud bo'lgan joyda turli kanallardan foydalangan holda aloqa qilamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni shunchaki kontent joylashtirish bilan emas, balki tinglovchilarni muloqotga, dialogga jalb qilamiz. Digital reklama bizga yangi foydalanuvchilarni topishga va ularga brend qadriyatlarini yetkazishga yordam beradi. Probox ambasadorlari orqali biz Apple mahsulotlaridan har kuni faol foydalanadigan odamlarning tajribasini ommaga yetkazamiz. Bizning tadbirlarimiz va workshoplarimiz mijozlarga Apple qurilmalari bilan shaxsan tanishish imkoniyatini beradi. Biz har biri ma'lum foydalanuvchilar guruhiga qaratiladigan bir nechta maxsus dasturlarni ishlab chiqdik va joriy qildik. Biznes mijozlarimiz Apple kompaniyasining shaxsiy konsultatsiyalari va biznes ilovalariga obuna bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Talabalar maxsus takliflar, chegirmalar, trading dasturlari va samaradorlikni oshirish bo'yicha master-klasslardan foydalanishlari mumkin. Faol turmush tarzini sevuvchilar Apple Watch bilan fitness musobaqalarida, gamerlar esa turnirlar va eksklyuziv mobil o'yin kompaniyalarida qatnashishlari mumkin. Muvaffaqiyatni qanday o'lchaymiz? Biz shunchaki reklama kompaniyalarini yaratmaymiz. Ularning samaradorligini ham albatta tahlil qilamiz. Biz raqamli va offlayn kanallar orqali oyiga kamida 4 million foydalanuvchini qamrab olishga intilib, brend taniqliligini kuzatib boramiz. Biz reklama kompaniyalarimiz va mijozlar bilan o'zaro aloqalarimiz qanchalik samarali ekanligini tushunish uchun konversiyalarni doimiy ravishda tahlil qilib kelamiz. Proboxning yangi aloqa strategiyasi nafaqat marketing, balki mijozlar bilan munosabatlarni o'rnatishda fundamental yondashuvdir. Biz har Apple foydalanuvchisi g'amxo'rlikni sezadigan, ilhomlanadigan va foydali ma'lumotlar oladigan kuchli community yaratishga intilamiz. O'zgarishlarimizni boshlashga sabab bo'lgan muhim loyihalar haqida endi bemalol gapirishimiz mumkin. Ulardan biri ProPay. Bu yangi tizim orqali Apple mahsulotlarini xarid qilish ancha osonlashadi. Ortiqcha hujjatlar, navbatlar, qog'ozlar yo'q. Faqatgina bizning platformamizga kirasiz va bir necha daqiqani ichida yangi xaridni yakunlaysiz. Eng qulayi, endi uyingizdan turib ham to'lov qilishingiz va mahsulotga ega bo'lishingiz mumkin. ProCare ta'mirlash va servisning yangi ko'rinishi. Qurilma ishdan chiqqanida uni tez va samarali ravishda tuzatish qanchalik muhimligini biz juda yaxshi tushunamiz. Shuning uchun biz ProCare Apple foydalanuvchilari uchun yangi xizmat ko'rsatish standartini ishga tushirmoqdamiz. 15-mart kuni Probox Store Qoratoshda birinchi filial ochilib, u yerda mijozlarimiz o'zlarining gadjetlari bilan bog'liq har qanday muammolarni va nosozliklarni operativ ravishda tuzatib kelishmoqda. Ammo bu faqat boshlanishi. Shu yilning may oyida ProCare onlayn platformasi ishga tushishni rejalashtirilgan. Bu platformada Telegram bot orqali siz qurilmangiz haqida to'liq ma'lumot olishingiz, ta'mirlashning dastlabki narxi va vaqtini bilib olishingiz, yetkazib berishni rasmiylashtirishingiz va hatto vaqtincha ta'mirlash davrida foydalanish uchun vaqtinchalik boshqa smartfonni olishingiz mumkin. 2025-yil oxirigacha xizmat ko'rsatish markazlari tarmog'i 10 tagacha, 2028-yilga kelib esa ProCare filiallari 70 tagacha oshadi va 2025-yilning ikkinchi yarmida biz mijozlarga o'z texnikalarini qo'shimcha himoya qilishni ta'minlaydigan ProCare sug'urta dasturini ishga tushiramiz. Biz sotib olish jarayonini iloji boricha soddalashtirdik. Xaridorlarga bo'lib to'lash imkoniyati, scoring tizimi, turli xil to'lov usullari va tezkor yetkazib berish imkoniyatlarini joriy qilib, yangi gadjetni sotib olish prosesini maksimal darajada osonlashtirdik. Biz Wildberries va Uzum kabi gigantlarning eng yaxshi amaliyotlarini o'rganib chiqdik va ularni O'zbekistondagi Apple ekotizimiga moslashtirdik.
Endi Probox.uzda siz Apple texnikasini qiyinchiliklarsiz sotib olishingiz mumkin. Marketplace'ning yana bir muhim qismi bu yangiliklar bo'limi. Endi Apple dunyosidagi eng so'nggi e'lonlar, relizlar, foydali maslahatlar va yangiliklar bir joyda to'planadi. Probox Marketplace nafaqat xarid qilish joyiga, balki Apple texnikasiga qiziqqan har bir kishi uchun ma'lumot markaziga aylanadi. Ushbu platformaning ishga tushishi bilan Probox qulaylik va innovatsiyalarga yana bir qadam tashlaydi. Biz har kim nafaqat kerakli mahsulotlarni, balki to'liq xizmat, dolzarb ma'lumotlar va biznesni rivojlantirish imkoniyatlarini topishi mumkin bo'lgan raqamli muhitni yaratamiz. Probox bu nafaqat Apple qurilmalari do'koni, balki ulardan foydalanishni yanada qulay va yoqimli qiladigan aksessuarlardir. Aynan shu uchun biz ProCase o'zimizning yuqori sifatli aksessuarlar qatorini yaratamiz. 2025-yil iyun oyida biz iPhone 16 va undan keyingi modellar uchun birinchi chexollarni taqdim etamiz. Sentyabr oyida MacBook uchun himoya chexollari sleeve ishlab chiqarishni boshlaymiz va 2025-yil oxirigacha biz Apple Watch remishoklari, AirPods va iPad chexollari va boshqa aksessuarlarni taqdim etish orqali assortimentimizni kengaytiramiz. Bizning maqsadimiz nafaqat Apple qurilmalarini yaxlit qiladigan, balki ularning egalarini turmush tarzini aks ettiradigan mahsulotlarni yaratishdir. Bugungi kunda Probox bu texnologiya, xizmat va Apple foydalanuvchilari communitisining yagona platformada birlashtirgan va texnologiyalardan foydalanishni qulay, personallashtirilgan va ilhomlantiruvchi qiladigan ekosistema. Probox bu qulay moliyaviy yechimlar, zamonaviy xizmat ko'rsatish markazi, premium aksessuarlar, investitsiya imkoniyatlari va hamkorlik dasturini birlashtiradigan innovatsion brend. Biz shunchaki rebranding qilmadik. Biz texnologiya, qulaylik va xizmat birlashadigan joyni yaratdik. Proboxning kelajagi bu barcha maqbul bo'lgan qulaylik, sifat va innovatsiyalardir. Probox uchun bu muhim daqiqalarni biz bilan birgalikda baham ko'rganingiz uchun katta rahmat. Biz sizning e'tiboringizni, qiziqishingizni va qo'llab-quvvatlashingizni qadrlaymiz. Birgalikda texnologiyalar odamlarni birlashtiruvchi va ularga cheksiz imkoniyatlarni beruvchi kelajakni quramiz. Proboxning yangi erasiga yana bir bor xush kelibsiz.